Ushbu kalima Qur'onda ikkita oyatda ikki xil ko'rinishda keladi. Bunga siz e'tibor berganmisiz va nima uchun bunday kelganligini bilarmidingiz? Hozir men sizga buni tagidagi sirlarni aytib beraman. Bu oyat An'om surasining 135-oyatida va Hud surasining 93-oyatida va Zumar surasida keladi. Bu kalima An'om surasida kelganda alifi sobit turibdi. Hud va Zumar surlarida kelganda esa bu alif hazf qilindi. Nima uchun bunday bo'ldi? Oyatlar boshlanishi bir xil, davom etishi bir xil va uni yakuni har xil. Demak, ma'noga qaraymiz. An'om surasining 135-oyatida aytiladiki, Alloh taolo Muhammad alayhisalomga: "Ey qavmim, siz o'rningizda o'z amalingizni qiling va men ham o'z amalimni qilguvchiman. Yaqinda oxirat hovlisi oqibati kimni foydasiga ekanligini bilib olasizlar", deydi. Ya'ni bu yerda Muhammad alayhisalom solihlar uchun jannat borligini va boqiy hayot borligini, qiyomat kunida ular uchun najot borligi haqida ishora qilib ketadi va bu sobit turgan alif mana shu narsani ifodalab kelyapti. Ana endi Hud surasiga qaradigan bo'lsak, xuddi shunday oyat keladi va uni yakuni sal boshqacharoq tugaydi. Ya'ni bu yerda aytiladiki: "Ey qavmim, o'rningizda amalingizni qilingizlar. Men ham amalimni qilguvchiman. Yaqinda kimga sharmanda qiladigan azob kelishini va kim yolg'onchi ekanligini bilasizlar", deydi. Ya'ni bu yerda solihlar, mu'minlar uchun qiyomat kunida najot borligi, jannat borligi, boqiy hayot borligi, davomiy hayot borligi ishora qilmayapti. Balki shunchaki ularga kim haq, kim nohaq ekanligini shunchaki tabliğ sifatida, ya'ni yetkazib qo'yapti xolos. Ya'ni bu yerda ular o'z amalidan to'xtamayotganligi, Rasulullohga ergashmayotganligi, o'z bilganidan qolmayotganligi ishora qilyapti. Va bu yerdan alif mana shu sababdan ham tushib qolyapti. Ya'ni ularga qiyomat kunida hech qanday najot ham, rahm ham bo'lmasligini ifodalab kelyapti. Mana shu hazf bo'lib ketgan alif. Mana shunday ma'lumotlar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, meni sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Bu videoga like bosib, kommentariyada o'z fikringizni bildirib, do'stlaringizga yuborib qo'ying.